1 avgust 2006 sanasiga befarq qarash mumkin emas. Chunki bu sana atrofida pensiya oladiganlar, nafaqa kutayotganlar, plastik karta ishlatadiganlar, do'kondan kundalik mahsulot xarid qiladiganlar va kommunal to'lov qiladigan har bir oila uchun muhim savollar paydo bo'ladi. Pensiya o'z vaqtida tushadimi? Narxlar oshadimi? Kartadan pul yechish yoki to'lov qilish tartibida nimadir o'zgaradimi? Hujjatlarni oldindan tekshirtirish kerakmi? Men bugun sizga oddiy odam tushunadigan tilda tushuntirib beraman. 1 avgustga tayyorgarlik ko'rishda nimalarga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim shunchaki tekshiruvdan o'tib qo'ysa yetadi? Va eng muhimi xato qilib pulingizdan, pensiyangizdan yoki imtiyozingizdan ayrilib qolmaslik uchun hozir nima qilish kerak? Agar siz pensiya olsangiz, ota-onangiz pensiyada bo'lsa, oilangizda nafaqa oluvchi bo'lsa yoki bank kartangiz orqali oylik pensiya yordam puli tushsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda eng zarur, amaliy va tushunarli ma'lumotlarni berib boraman. Avvallari ko'pchilik bunday o'zgarishlarni faqat oxirgi kuni eshitardi. Masalan, pensiya miqdori indeksatsiya qilinsa, odamlar menga qancha qo'shildi, nega qo'shilmadi, kartamga pul tushmadi, nima bo'ldi deb bankka yoki pensiya bo'limiga yugurardi. Narxlar bo'yicha ham shunday. Bir oy oldin bir xil narxda bo'lgan mahsulot keyingi oyda qimmatlashsa, odam sababini bilmaydi. Kartalar bo'yicha esa ayrimlar SMS xabarini o'qimaydi. Bank ilovasini yangilamaydi, PIN kodini unutadi, keyin to'lov vaqtida muammo chiqadi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari, banklar, pensiya tizimi, soliq va to'lov tizimlari to'g'ri raqamlashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, ma'lumotlar bazasi orqali ko'p narsa avtomatik tekshiriladi. Ikkinchidan, odamning hujjatlaridagi kichik xato ham to'lovning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchidan, karta, telefon raqam, pasport ma'lumoti, yashash manzili, stir yoki JSHR kabi identifikatsion ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi juda muhim bo'lib bormoqda. 1 avgust 2026 ga tayyorgarlik deganda men faqat bitta kunni nazarda tutmayapman. Men shuni aytmoqchimanki, avgust oyidan boshlab pensiya, narxlar va kartalar bo'yicha o'zgarishlar odatda oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladi. Kimdir pensiyasiga qo'shimcha kutadi, kimdir bozor narxlaridan xavotir oladi. Kimdir bank kartasidagi cheklovlar yoki komissiyalarni tushunmaydi. Shuning uchun men sizga hamma yo'nalishni ketma-ket ochib beraman. Pensiya masalasida eng katta xato bu, hammasi avtomatik bo'ladi. Men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylash. Ha, ko'p jarayonlar avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin avtomatik tizim ham to'g'ri ma'lumot asosida ishlaydi. Agar sizning mehnat stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, ish joyingizdagi ma'lumotlar arxivda noto'g'ri saqlangan bo'lsa, pasporting almashgandan keyin ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, karta sizning nomingizda bo'lmasa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir kishi 30 yil ishlagan, lekin elektron bazada 24 yil ko'rinadi. Nega? Chunki eski ish joyi yopilgan, arxiv hujjatlari vaqtida topshirilmagan yoki mehnat daftarchasidagi yozuv o'qilishi qiyin. Bunday holatda pensiya hisoblashda farq paydo bo'ladi. Agar oyga 1 ming yoki 200 ming so'm farq bo'lsa ham, bir yilda bu 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm degani. Shuning uchun staj masalasi juda jiddiy. Yana bir misol. Onaxon pensiyasini kartadan oladi. Kartaning amal qilish muddati iyul oxirida tugaydi. U kishi buni bilmaydi. Chunki kartaning old tomondagi sanaga e'tibor bermagan. Avgustda pensiya tushadi, lekin pulni yechmoqchi bo'lsa, karta ishlamaydi. Aslida pensiya yo'qolmagan. Pul hisobda turadi, lekin odam asabiylashadi. Bankka boradi, navbat kutadi. Agar u yil yoki iyul oyidayoq kartasini yangilaganda muammo bo'lmasdi. Pensiya oluvchilar uchun yana bir muhim jihat, telefon raqam. Hozir ko'p bank operatsiyalari SMS kod yoki mobil ilova orqali tasdiqlanadi. Agar karta sizniki, lekin telefon raqam farzandingiz nomida bo'lsa yoki eski raqamga ulangan bo'lsa, pulni boshqarishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Ayniqsa, keksalar ko'pincha telefon o'g'limniki, karta mendan deb yuradi. Bu xavfli holat emas deb o'ylashadi, lekin keyin bankdagi xizmatlarda moslik talab qilinsa, vaqt yo'qotishadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqadiganlar. Agar siz 2006 yilda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, hozirdan mehnat stajingizni tekshirtiring. Ishlagan yillaringiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, mehnat daftarchangiz, arxiv ma'lumotlaringiz tartibda bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh pensiyasini boshqa odamning kartasi orqali oladigan yoki bank kartasi muddat tugayotganlar.
Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oladiganlar. Chunki bunday to'lovlarda hujjat muddati, tibbiy xulosa, oilaviy holat, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Kim ko'p xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy barqaror tushayotgan bo'lsa, karta muddatingiz uzoq bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, siz faqat nazorat uchun tekshirib qo'ysangiz yetadi. Lekin menda hammasi joyida deb umuman qarab qo'ymaslik ham to'g'ri emas. Endi narxlar masalasiga o'tamiz. Har qanday oila uchun eng og'riqli mavzu bu oziq-ovqat, yo'l haqi, kommunal to'lovlar, dori-darmon va xizmatlar narxi. Odam pensiyasiga yoki oyligiga qo'shimcha qo'shilsa ham, agar narxlar tezroq oshsa, real daromad kamayib ketadi. Shuning uchun pensiya oshadimi degan savol bilan birga narxlar nima bo'ladi degan savolni ham berish kerak. Narxlar bir kunda o'z-o'zidan oshmaydi. Bunga bir nechta sabab bo'ladi. Birinchisi yo'qilg'i va elektr energiyasi xarajatlari. Agar mahsulotni ishlab chiqarish, saqlash yoki tashish qimmatlashsa, bu do'kondagi narxga ta'sir qiladi. Ikkinchisi import mahsulotlar. Masalan, ayrim dori-darmon, maishiy texnika, kiyim-kechak yoki oziq-ovqat mahsulotlari chetdan kelsa, valyuta kursi, bojxona xarajatlari va logistika narxi o'zgarishi mumkin. Uchinchisi mavsumiy omil. Yoz oxirida ayrim sabzavotlar arzonlashishi mumkin, lekin boshqa mahsulotlar. Masalan, maktab mavsumi oldidan kiyim, daftar, sumka, poyabzal qimmatlashishi ehtimoli bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. Bir oilaning oyiga non, un, yog', shakar, guruch, go'sht va sabzavotlarga ketadigan xarajati 2 million so'm bo'lsin. Agar narxlar o'rtacha 10% ga oshsa, shu ro'yxat endi 2 million 200 ming so'm bo'ladi. Bu faqat oziq-ovqat. Agar kommunal to'lov, transport, dori-darmon va maktab xarajatlari ham qo'shilsa, oilaviy byudjetga bosim yanada kuchayadi. Shuning uchun men har doim aytaman, odam faqat daromadini emas, xarajatining tuzilishini ham bilishi kerak. Pensiya oluvchi oilani olaylik. Ota 1 million 400 ming so'm pensiya oladi. Ona 1 million 200 ming so'm oladi. Jami 2 million 600 ming so'm. Agar ular har oy 700 ming so'm dori-darmonga, 400 ming so'm kommunal to'lovga, 1 million 200 ming so'm oziq-ovqatga sarflasa, qo'lda 300 ming so'm qoladi. Agar oziq-ovqat va dorilar 20% ga qimmatlashsa, qo'lda qoladigan pul deyarli yo'qoladi. Demak, narxlar masalasida oldindan reja qilish kerak. Lekin bu yerda vahimaga tushish kerak emas. Narx oshishi mumkin degani hamma narsani hozirdan ommaviy sotib olish kerak degani emas. Aksincha noto'g'ri xarid ham zarar. Masalan, odam 20 kilo shakar olib qo'yadi, lekin uyda saqlash sharoiti yaxshi bo'lmasa, nam tortadi. Yoki dorini ko'p olib qo'yadi, lekin yaroqlilik muddati tugaydi. Shuning uchun men tavsiya qiladigan yo'l eng zarur uzoq saqlanadigan va doim ishlatiladigan mahsulotlar bo'yicha 2 oylik zaxira qilish mumkin, lekin qarzga kirib keraksiz narsani yig'ish xato. Endi plastik kartalar masalasini batafsil tushuntiraman. Bugun bank kartasi faqat pul yechish vositasi emas. U orqali pensiya tushadi, nafaqa tushadi, oylik tushadi, kommunal to'lov qilinadi, internet to'lanadi, do'konda xarid qilinadi, farzandga pul o'tkaziladi. Shuning uchun karta bilan bog'liq kichik muammo ham odamning butun kunini buzishi mumkin. 1 avgustga qadar eng birinchi kishadigan narsa kartaning amal qilish muddati. Kartada oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 07-26 bo'lsa, bu karta 2026 yil iyul oyi oxirigacha amal qiladi. Avgustda muammo bo'lishi mumkin. Agar 02-26 bo'lsa, avgust oxirigacha ishlashi mumkin. Lekin baribir oldindan yangilash yaxshi. Bank kartasini oxirgi kuni almashtirish kerak emas. Chunki navbat bo'lishi, tizim band bo'lishi, karta chiqarish bir necha kun olishi mumkin. Ikkinchi narsa, karta kimning nomida? Pensiya yoki nafaqa imkon qadar oluvchining o'z nomidagi kartaga tushgani ma'qul. Ba'zida onam yurmaydi, kartani mening nomimga ochib qo'yamiz deyishadi. Bu qulay ko'rinadi, lekin huquqiy va amaliy muammolar tug'dirishi mumkin. Agar to'lov aynan oluvchining shaxsiy hisobiga tushishi kerak bo'lsa, boshqa odam kartasi muammo bo'ladi. Agar qarindosh yordam bermoqchi bo'lsa, ishonchnoma bankdagi vakillik tartibi yoki rasmiy yo'l bilan ish qilish kerak. Uchinchi narsa, mobil ilova va SMS xabar. Men ko'p ko'rgan holat, odam kartadan pul yechilganini bir haftadan keyin biladi. Nega? Chunki SMS ulanmagan yoki telefon raqam o'zgargan, bankka xabar berilmagan. Agar kartaga pensiya tushsa, albatta SMS xabar yoki bank ilovasida bildirishnoma yo'qolgan bo'lishi kerak. Bu nafaqat qulaylik, balki xavfsizlik.
Agar kimdir kartangizdan pul yechishga urinsa, darhol bilasiz. 4-narsa komissiyalar. Ayrim banklarda boshqa bankomatidan pul yechish, kartaga o'tkazma qilish, naqd pul yechish yoki xorijiy to'lovlar uchun komissiya bo'lishi mumkin. Odam 1 million so'm yechadi, keyin 1% yoki 0,15% ushlab qolinganini ko'rib hayron bo'ladi. Shuning uchun bank ilovasida tariflarni ko'ring yoki bank xodimidan so'rang. Pensiya kartamdan naqd pul yesam komissiya bormi? Boshqa bankomatdan yetsam qancha? Kartaga o'tkazsam limit bormi? 5-narsa firibgarlik. 1 avgust kabi muhim sanalar oldidan firibgarlar faollashishi mumkin. Ular qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshishi uchun kodni ayting. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun SMS kod yuboring. Yangi tartib bo'yicha ro'yxatdan o'ting deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kod, kartalarni amal qilish muddati, CVV kod, PIN kod yoki bank ilovasi parolini begona odamga aytmang. Bank ham, pensiya jamg'armasi ham sizdan telefon orqali bunday kodlarni so'ramaydi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya yoki nafaqa to'lov kuni dam olish kuniga to'g'ri kelishi mumkin. Agar to'lov sanasi shanba yoki yakshanba, bayram yoki bank tizimida texnik ishlar bo'ladigan kunga to'g'ri kelsa, pul bir oz oldin yoki keyin tushishi mumkin. Bu har doim ham pensiyam to'xtadi degani emas. Lekin 2-3 ish kuni ichida tushmasa albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hujjatdagi ism familiya farqi. Masalan, pasportda O'g'loy yozilgan. Eski mehnat daftarchasida O'g'loy yoki O'g'loy boshqa imlo bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Elektron tizim buni boshqa shaxs deb qabul qilish ehtimoli bor. Ayniqsa, eski kiril yozuvdagi hujjatlar lotin yozuviga o'tkazilganda xatolar uchraydi. Bunday holat tarix ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan haqidagi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 3-nozik jihat. Nogironlik yoki parvarish nafaqalarida muddat. Ba'zi to'lovlar doimiy emas, ma'lum muddatga tayinlangan bo'ladi. Tibbiy ko'rik muddati tugasa, hujjat yangilanmasa to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun men oldin olganman. Endi ham avtomatik tushadi deb kutmang. Hujjat qachongacha amal qilishni tekshiring. 4-nozik jihat, qarzdorlik va majburiy undiruvlar. Ayrim hollarda sud qarori, aliment, kredit qarzi yoki boshqa majburiy to'lovlar sabab karta hisobidan pul ushlab qolinishi mumkin. Odam pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin qarzdorlik uchun yechilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda bankdan hisobvaraq harakatini oling va majburiy ijro organlari bilan aniqlashtiring. Pensiya va ijtimoiy to'lovlardan ushlab qolish bo'yicha qonuniy cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma holatni hujjat bilan tekshirtirish kerak. 5-nozik jihat, narxlar bo'yicha mish-mishlar. Ertadan hamma narsa 2 barobar qimmat bo'lar ekan, kartalar yopilar ekan. Pensiya faqat yangi kartaga tushar ekan kabi gaplarga ishonmang. Har qanday muhim o'zgarish rasmiy manbalarda e'lon qilinadi. Hukumat qarorlari, vazirliklar, markaziy banklarning rasmiy saytlari, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari portallari orqali. Mahalladagi gap Telegramdagi noma'lum kanal yoki begona odamning audio xabari asosida qaror qilmang. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, JSHSH raqami, familiya ism-sharif yozilishi, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar pasportingiz yaqinda almashgan bo'lsa, bank va tegishli tashkilotlarda ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlarini tartibga keltiring. Agar siz pensiya olsangiz, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, pasport, telefon raqam va oxirgi to'lovlar bo'yicha ma'lumotni bir joyga yig'ing. Agar pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, arxiv ma'lumotnomalari. Harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili, o'qish yoki boshqa stajga ta'sir qiladigan davrlar bo'yicha hujjatlarni tekshiring. 3-qadam, kartangizni tekshiring. Karta muddatiga qarang. Agar 2026 yil iyul yoki avgustda tugaydigan bo'lsa, oldindan bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, eski karta va telefoningizni oling. Bank xodimidan yangi karta qachon tayyor bo'lishini, eski kartadagi pul yangi kartaga qanday o'tishini, pensiya yoki nafaqa avtomatik davom etishini so'rang. 4-qadam, telefon raqamingizni rasmiylashtiring. Bank kartangizga ulangan raqam ishlayaptimi? SIM karta sizning nomingizdami? SMS kelyaptimi? Agar raqam yo'qolgan bo'lsa, darhol operatorga boring va tiklang. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa,
Bankdagi xizmatlarda muammo chiqmasligi uchun maslahat oling. 5-qadam o'ylab byudjet tuzing. Bir varaq oling va o'yga qancha pul kirishini yozing. Pensiya, oylik, nafaqa, ijara daromadi, yordam. Keyin xarajatlarni yozing. Oziq-ovqat, dori, kommunal transport, kredit, telefon, internet, maktab, kiyim. Shunda qaysi xarajat eng ko'p bosim qilayotganini ko'rasiz. Agar narxlar oshsa, qaysi xarajatni kamaytirish mumkin, qaysisini kamaytirib bo'lmaydi, oldindan bilasiz. 6-qadam, zarur zaxira qiling. Men katta ombor qilishni aytmayapman, lekin uyda doim ishlatiladigan narsalar un, yog', guruch, makaron, shakar, choy, gigiyena vositalari eng kerakli dori-darmonlar bo'yicha kichik zaxira foydali. Dorilarni faqat shifokor tavsiyasi bilan va yaroqlilik muddatiga qarab oling. Oziq-ovqatni saqlash sharoitini hisobga oling. 7-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Bank ilovasidagi xabarlarni o'qing. Pensiya yoki nafaqa bo'yicha hududiy bo'lim, davlat xizmatlari markazi, mahalla mas'ullari yoki rasmiy saytlar orqali ma'lumot oling. Agar biror xabar tushunarsiz bo'lsa, darhol izoh so'rang. Keyin bilarman degan odam ko'pincha oxirgi kun navbatda qoladi. 8-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz oshishi uchun kod bering. Yangi tizimga o'tkazamiz desa, suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Hech qanday kod aytmang, hech qanday havolaga kirmang. Telefoningizga begona dastur o'rnatmang. 9-qadam, keksalarga yordam bering. Agar ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz pensiya olsa, ularning kartasi, telefon raqami, hujjati, bank ilovasi va SMS xabarlarini tekshirib bering. Lekin ularning pulini o'zingiz boshqarib yubormang. Hammasini tushuntirib, roziligi bilan qiling. Keksalar ko'pincha firibgarlarga ishonib qoladi. Shuning uchun ularga oddiy qo'yda o'rgating. Kodni hech kimga aytmaslik, kartani hech kimga bermaslik, notanish havolaga kirmaslik. 10-qadam. Muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya tushmasa, bank biz bilmaymiz desa yoki hujjatingiz bo'yicha tushunmovchilik bo'lsa, yozma murojaat qiling. Ariza yozing, qabul qilingan raqamini oling, nusxasini saqlang. Davlat xizmatlari markazi, pensiya bo'limi, bank filiali yoki tegishli tashkilotga murojaat qilganda hujjat bilan ishlang. Og'zaki gap unutiladi. Yozma murojaat esa javob talab qiladi. 1 avgust 2026 ga tayyorgarlik degani vahima qilish emas. Bu o'z pulingiz, pensiyangiz, kartangiz va oilaviy byudjetingizni nazoratga olish degani. Men bugun sizga asosiy yo'nalishlarni tushuntirdim. Pensiya bo'yicha staj va hujjatlarni tekshirish kerak, narxlar bo'yicha byudjetni oldindan hisoblash kerak, kartalar bo'yicha muddat, telefon raqam, SMS va xavfsizlikni nazorat qilish kerak. Eng muhim qoida shuki, rasmiy ma'lumotga tayaning, hujjatlaringizni oldindan tartibga keltiring. Kartangizni oxirgi kuni emas, avvalroq yangilang va hech qachon begona odamga bank kodlaringizni bermang. Shunda avgust oyida kutilmagan muammo chiqsa ham, siz tayyor bo'lasiz. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing, sizni ko'proq nima xavotirga solyapti? Pensiyami, narxlarmi yoki bank kartalarimi? Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensiya oladigan ota-onangizga ko'rsating. Kanalga obuna bo'ling, chunki men sizga pul, pensiya, narxlar va hujjatlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.